Şöyle biz Asagani bir qishlog'idan mana Qoratepa qishlog'ida turibmiz. Mana shu ukalarimiz bilan 3-4 yildan beri aloqa qilamiz. Mana shu bog'lardan olaman. Mana bunaqa narsa tunikalarni. Omada sifati juda chiroyli. Mana sanatoriyamga olganman, bog'chamga olganman. Yana mana cheklarimga olyapman, Xudoga shukr. Yana prof nasil oldim, yangi chiqqanda mana prof cherepisi ham oldim tashqari tomoniga. Yangi cherepisi chiqibdi. Bu ko'cha tomonga cherepisi oldim, ichkari tomonga prof nasil oldim. Lekin bularga yetargani yo'q. Sifati ham gap yo'q. Ash ishida ham gap so'z yo'q ekan, mana bolalarga ma'qul kelyapti. O'zimiz ham biz bunaqa ishlarni ko'p qilamiz, tunikasini boshqalardan olamiz, tunikasini shulardan olamiz. Boshqa joylarni solishtirib ko'rdim, lekin arzon sifatiga gap. Sifati ham yaxshi, muomala ham yaxshi, to'g'ri. 3 ta obyekt bitkizdik. Katta 1000, 1050, 1500 kvadratli obyektlar bitkizdik, mana shu bog'larni oldim. Mana Xudoga bu 600 kvadratli obyektimiz. Ular endi katta banyalar, bog'chalarda mana shu bog'larni o'zim tadbirkorman. Mana shu bog'larni olib qilyapman. Xudoga shukr, ashga borsa. Gap so'z yo'q ekan, aeroportdan to'g'ri o'tasiz ekan, menda mana ham yaqin, chiroyli mana. Manzil ham zo'r. Hech qanday qoqimiz yo'lda bo'yda. Rahmat, yaxshi bolalar. Menga yaxyapti-da, muomalasi ham zo'rda. Samimiy aytyapman, ko'nglimdan chiqarib aytyapman. Biz rozimiz. Gap so'z yo'q, rahmat yigitlarga. Kam bo'lishmasin, duo bilan bo'lamiz, yaxshi, xizmat yaxshi bo'ladi.